Ozodbek Jo'raqulov, qolaversa Jahongirjon Sobirov bizni zeriktirmasdan, so'z bilan, suhbat bilan dasturimizni chiroyli qilishga hissa qo'shadilar. Barchaga assalomu alaykum, Fayzlikning ijodkorlari hamda ekran ortida tomosha qilib turgan aziz muxlislar, barchangizni bugungi tungingiz bilan qutlab qolamiz. Barchamizda bugungi kunimiz fayzli barakatli o'tsin. Biz bugun yengilroq, oddiygina bir kichkinagina, soddagina bir qo'shiq tayyorlab kelganmiz. Kimlargadir yoqadi degan umiddamiz. Qaysi mavzuda bo'ladi birinchi qo'shig'im? Bu sevgi muhabbat temasida, lekin chiroyli bir asar bu. Muhabbat mavzusi o'zgarmas mavzu, eskirmaydigan mavzu. Eng aktual mavzu bu muhabbat mavzusi va bu mavzuda yoshlarimiz har taraflama mavzu tanlashda va albatta yuqorida aytganimizdek hamma jarayonlarda do'st, o'rtoq va ota-ona bilan munosabatda bo'lishlari kerak. Ularning mavzulariga quloq tutamiz, qalblaridagi chiroyli muhabbatga to'la qo'shiqni o'smirlarimiz o'zlari kuylashsin. Marhamat. Marhamat. Armon kuyim chalar sozim, nahot senga yetolmadim. Kechir meni, kechir yor, sevishimni aytolmadim. Muhabbatdan topib ozor, rohat nima bilolmadim. Ko'zlaringga bir bor boqib, sevishimni aytolmadim, aytolmadim, aytolmadim. Sevishimni aytolmadim, aytolmadim, aytolmadim. Sevishimni aytolmadim. Soyang kabi yaqin yurib, gulim chiniyor bo'lolmadim. Ko'zlaringga bir bor boqib, sevishimni aytolmadim. Ko'zlaringga bir bor boqib, sevishimni aytolmadim. Aytolmadim, aytolmadim. Sevishimni aytolmadim, aytolmadim, aytolmadim. Sevishimni aytolmadim. Şadan to'ying koshonasi, senga tabrik yo'llolmadim. Bo'lib ishqing devonasi, sevishimni aytolmadim. Bo'lib ishqing devonasi, sevishimni aytolmadim. Soyang kabi yaqin yurib, gulim chiniyor bo'lolmadim. Ko'zlaringga bir bor boqib, sevishimni aytolmadim. Ko'zlaringga bir bor boqib,
sevishimni aytolmadim. Onalik va bolalikka tayyorlash haqidagi chiroyli fikrlarni eshitdik. Biz esa baribir onalarimizni asrashimiz kerak. Yonimizda singillarimiz bor, onalarimiz bor, erkaklar munosib himoyachi. Ularni o'sha jarayonlarda, o'smir paytida ham, tug'ruq paytida ham, undan keyingi holatlarda ham asrasak, e'zozlasak, ovqatlanish, ruhiy, psixologik jarayonlari, hayotiy barcha jarayonlarda qo'llab-quvvatlab qanoat bo'lsak, ular durkun, go'zal qiyofada hayotdan lazzatlanib, bizga ham kuch beradigan go'zallashib yashayverishadi va biz esa ularni qo'shiqlarda madh qilamiz. Qo'ldan kelgancha ularga muhabbat hadya etamiz. Onalar Chiroyli haqida qo'shiq. qo'shig'i? Ona haqida Aha. eshitamiz. Marhamat. Dunyoni boyligini yig'ib do'stim go'rimga olib ketamanmi do'stim uyqursam-da tillolarda yashasam-da yallolarda onam rozmikan mendan otam rozmikan mendan do'stim sizni rozi qildimmikan onam dunyolardan to'ydimmikan onam baxtimga siz bo'ling omon jannatimsiz eng mehribon rozi qilib olay jonim onam baxtimga siz bo'ling omon jannatimsiz eng mehribon rozi qilib olay jonim yurdim goh chet ellarda do'stim onamni olib borolmadim do'stim uyqursam-da tillolarda yashasam-da yallolarda onam rozmikan mendan otam rozmikan mendan do'stim sizni rozi qildimmikan onam dunyolardan to'ydimmikan onam baxtimga siz bo'ling omon jannatimsiz eng mehribon rozi qilib olay jonim onam baxtimga siz bo'ling omon jannatimsiz eng mehribon rozi qilib olay jonim onam yaxshi kunlar keldi bugun onam yiqildim goh qoqildim goh onam to'xtamadim men siz uchun yengilmadim men siz uchun ayting qanday dardingiz onay onam sizni rozi qildimmikan onam dunyolardan to'ydimmikan onam baxtimga siz bo'ling omon jannatimsiz eng mehribon rozi qilib olay jonim onam baxtimga siz bo'ling omon jannatimsiz eng mehribon rozi qilib olay jonim onam rozi qilib olay jonim
yashang, rahmat aytamiz. Mavzuga Haqiqatda mos da- chiroyli tarbiyaviy qo'shiq jarang sochsa, iste'dodingiz gullab yashnasin, bardavomlik tilaymiz.